Assalomu alaykum. Bugun biz K harfini o'rganamiz. Bu harf yozilishi oddiy K harfi, lekin biroz oddiy K dan farqli o'laroq shamolliroq talaffuz qilinadi. Og'zimizga qo'limizni qo'yganimizda K deganda ko'proq shamol chiqishi kerak, oddiy K ga qaraganda. Demak, har doim shunday o'qiladi. Bitta istisno bor. Pachchimda esa, masalan, puok so'zini olamiz. Pachchimda kelganida esa oddiy K deb talaffuz qilinadi. Oddiy K, shamolli emas, shunchaki oddiy K. Faqat bitta istisnosi bor. Bundan keyin boshqa unli keladigan bo'lsa, demak, buni biz K deb talaffuz qilishimiz kerak, shamolli bu safar. Oddiy K'miz shamolli K deb talaffuz qilishimiz kerak. Masalan, puoki deb. Lekin shunday holat bo'ladiki, karislarning o'zi ham bu tovushni noto'g'ri talaffuz qilishadi. Masalan, mana bu yerda ko'rsatib o'tib ketaman. Bu so'zimiz o'z aslida shamolli ki deb talaffuz qilinishi kerak. Lekin karislar buni qanday talaffuz qilishadi? Ba'zi holatlarda puogi deb. Nima uchun g ga aylanadi bu yerda? Sababi esingizda bo'lsa, K harfi bor edi. Ikki unlikni o'rtasida kelsa G ga aylanardi. O'sha qoida sabab karislarning ham tili, demak, K ikki unlik o'rtasida kelgan holatida K ni G ga o'zgartirib talaffuz qilishga o'rganib qolgan. Demak, kariyani o'zida yoki karislarning o'zi bu harfni G deb talaffuz qilgan holatlarini eshitadigan bo'lsanglar, bu degani sizlar ham xuddi shunday talaffuz qilishingiz kerak degani emas. Sizlar har doim K deb talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi, hattoki ikki unli o'rtasida kelsa ham. Yana bitta talaffuzdan tashqari yana bitta ishlatilish bo'yicha ham qo'shimcha ma'lumot berib ketaman. Aynan shu K harfimizda, masalan, biz Telegramda yozishganimizda, kulganimizda ha deb jo'natamiz, to'g'rimi? Karislarda esa Telegramdan ko'ra Kakao Talkni ko'proq ishlatishadi. Kakao Talkda yozishayotganda, masalan, kimgadir yoki boshqa messenjer appda yozishganda, kimgadir kulayotgan holatini jo'natayotganida K deb jo'natishi mumkin, yokida ikkinchi holat bo'ladi, H deb jo'natadigan holatlar bo'ladi. Mana bu harf e'tiboringlar uchun bu H harfi. Bu esa hozir o'rganganimiz K harfi. Xo'p, qachon bu K ni ishlatamiz, qachon H ni? Endi e'tibor berishingiz kerakki, agar bironta karis yaqin tanishinglar sizlarga kulib jo'natganida, kulgan holatini xabar qilib jo'natganida k deb jo'natsa, bu degani u inson sizni o'ziga yaqin olib, yaqin samimiy gaplashayotganini, yaqin do'st, yaqin inson sifatida suhbat qilayotganini bildiradi. O'ziga yaqin olib shunday k deydi. Lekin begona siraganlar yoki endi tanishganlar, masofa saqlaganlar yoki uyalganlar o'rtasida, masalan, mana kulgan holatini mana bu h bilan bayon qilishadi, shunday ko'rsatishadi. Demak, siz ham agar bironta karis bilan gaplashayotganingizda o'zingizga yaqin olishga ishonchingiz bo'lsa, demak k deb jo'natishingiz mumkin. Qachonki u inson ham sizga shunday jo'natsa, lekin hali notanish bo'lib turib birdaniga k deb jo'natsangiz, qandaydir sizni jiddiy insondek qabul qilmasligi mumkin bo'ladi yoki g'alati tuyulishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi harfimizga o'tadigan bo'lsak, T harfi. Endi bu T harfimiz ham har doim T deb talaffuz qilinadi, faqat shamolliroq bu ham. Mana bunday bo'ladi. Xo'p, 1 2. Demak, T harfimiz mana shunday yoziladi. O'qilishi har doim shamolli T. Shamolli T. To'yoil ta kabi. Xo'p, keyingi mavzuyimizga o'tib ko'rsak, P harfi. Demak, P harfi qanday yozilar ekan desak, bunday. Bu P harfimiz endi chiroyliroq yozaylik. Tepadan bizga 1 2 mana bunday. Bu har doim P deb talaffuz qilinadi. Shamolli P deydi yoki o'rganayotganda H harfini qo'shib yuborish kabi. Xo'p, lekin pachchimda kelganda oddiy P deb talaffuz qilinadi. Pachchimda kelganda, masalan, ap so'zi bor. Ap deganimizda ap
Bu yerda esa oddiy, demak, qanaqa talaffuz qilinar ekan? A, P. Lekin P deb shart emas, ap desak bo'ldi. Lekin apdan keyin P qo'shilsa, ikkita qo'shilsa, AP bo'ladi. Shamolli P deb talaffuz qilinadi. Yana bitta holat. Koreys tilida bilsanglar, F harfi yo'q koreys tilida. F harfi yo'qligi uchun koreyslar bu F harfini talaffuz qilish uchun mana bu P dan foydalanishadi. Demak, Afrikari, masalan, bizda Afrika so'zi bor. Afrikani ular mana bunday yozishadi. Afrika deyishadi. Afrika deyishadi. Demak, koreyslarda bu P ni, demak, P ni talaffuz qilish uchun ham yoki F ni o'rniga ham ishlatishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi harfimiz Ch harfi. Ch harfi, demak, oddiy Ch har doim, demak, Ch deb talaffuz qilinadi, lekin shamolli Ch bo'ladi. Xo'p, pachchimda esa T deb talaffuz qilinadi. Pachchim holatida, masalan, K harfi va mana bu yerda kot bo'lsa, bu yerda ikkita K va O kot deb talaffuz qilinadi. Chunki esingizda bo'lsa, mana bu K harfimiz shamol chiqmaydigan K edi. Kot. Endi pachchimda kelayotgan mana Ch harfimiz esa T deb talaffuz qilinyapti, ya'ni kot. Shunaqa holat bor, lekin aynan shu so'zimizda keyingi qoidamizni ham o'rganamiz. Kot so'zini yozganimizda undan keyin agar qo'shimcha unday kelib qolsa, koshi deb talaffuz qilinadi. Buni ham qoidasi alohida bor, keyinchalik o'rganamiz buni ham. Xo'p, keyingi harflarimiz esa boshqa mavzuga tegishli bo'lgani uchun bu darsimiz shu yerda tugaydi.